2026 Honda Civic yangi avlodning zamonaviy talqini bo'lib, ushbu model yanada sportchi dizayn, tejamkor dvigatel va kengroq ichki makon bilan e'tiborni tortmoqda. Yangi Civic tashqi ko'rinishida silliq aerodinamik chiziqlar, LED faralar, keng radiator panjarasi va sportchi bamperlar bilan jihozlangan. Yon qismdagi aniq shakllar avtomobilga dinamika bagishlaydi. Orqa qismidagi o'tkir chiziqlar esa unga yanada jozibali ko'rinish beradi. Salonda esa 2026 Civic haydovchi qulayligini birinchi o'ringa qo'yadi. Keng va zamonaviy interyer, 10.2 dyuymli raqamli panel, 12 dyuymli multimedia ekrani, yangi premium akustik tizim va yumshoq materiallardan foydalanilgan. Yangi modelda ilg'or xavfsizlik funksiyalari, Honda Sensing paketi, adaptiv kruiz nazorati, avtomatik tormozlash, yo'l bo'ylab harakatlanish yordamchisi va kor bo'lgan zonani aniqlash tizimlari mavjud. Texnik jihatdan ham 2026 Honda Civic bir necha dvigatel variantlari bilan taqdim etiladi. 1.5 litrli turbo dvigatel yanada kuchliroq va tejamkorroq bo'lgan, taxminan 190 ot kuchi atrofida quvvat taklif qiladi. Shuningdek, gibrid versiyasi ham muvozanatli quvvat va iqtisodiy sarf bilan ajralib turadi. Transmissiya sifatida chit yoki yangilangan avtomat uzatmalar qutisi taklif etiladi. Yangi Civic yurish sifatida yanada barqaror, shovqinni izolyatsiya qilish yaxshilangan va yo'lda ham yumshoq, ham sportchi boshqaruvni ta'minlaydi. Osma tizimidagi yangilanishlar notekis yo'llarda ham maksimal qulaylik beradi. Yoqilg'i sarfi esa iqtisodiyligi bilan mashhur bo'lgan avvalgi avlodlardan ham samaraliroq. 2026 Honda Civic o'zining ishonchliligi, zamonaviy texnologiyalari, tejamkor dvigateli va sportchi dizayni bilan yoshlar va oilalar uchun ideal tanlov bo'lib qolmoqda. Agar siz yangicha ko'rinishdagi, tejamkor va funksional avtomobil izlayotgan bo'lsangiz, yangi Civic aynan siz izlayotgan model hisoblanadi.